Big Fishing. Assalomu alaykum. Big Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq ishqibozlari. Bugun Zarkendagi karyerdagi ko'llarga o'g'ga chiqqanmiz. Hozir mana endi qarmoqlar tashab harakatni boshlayapmiz. O'zim hali qarmoq tashlaganman, sherigim qarmoq tashab o'tiribdi. Agar natijalar yaxshi bo'lib qolsa, keyin shattabız. Bo'lmasam, o naryoqda Absalom akaning ko'li ham bor. Yoqqa ham o'tishimiz mumkin. Hozir mana endi qarmoqlarni tashlab harakatni boshladik. O nari tomonda ham bitta baliqchi bor ekan. So'rasak, hali natija bo'lmadi deyapti. O'shaning uchun hozir qarmoq tashlagim kelmay turibman. Birinchi shu Zarkenga kelganda birinchi karyerdagi 20 millik ko'lga kirdik. Natija 0. Bitta odam o'tirgan ekan. Hech nima tortmadi. Hozir endi Absalom akaning ko'liga kirdik. 100 millik ko'lda o'tiribmiz. Yonidagi mana 50 millik ko'l, va orqadagi endi o'tib ko'ramiz. Hozir batga kelib tashladik. Ko'lchinga bitta ikkita tortdi-yu, to'xtab qoldi. Shuning uchun mayda baliq ushab tortib tashladim. Mayda baliqqa ham bitta ikkita tortdi, to'xtab turibdi hozir. Bittasi ashta, bittasi naryoqda. Sherigim ham naryoqda o'tiribdi. Azamxon aka. Bugun birga o'damiz. Natijalar bo'lsa tashlab boramiz. Hozir shattabız. Bittasiga mayda baliq, bittasiga chuvalchin qo'yib qo'ydim. Krevetkaga tortmadi. Krevetkani hali yana kun isigandan keyin tashlab ko'raman. Mana joyni qaranglar do'stlar. Вообще klass joy bo'libdi. O'sha Absalom akani ko'li. Faqat ko'lini suv tushganining hisobiga zaken bo'lib qolibdi. Suvda atrofi, ko'lda atrofi. Aytda bemalol mana piyoda kelib, o'zi yoqqan joyni tanlayverasiz mana shu. Mana joyni qaranglar. Ko'lda ichida zaken. O chekkasi u naryog'i, mana o'rtasi. Hozir mana shu qarmoq tashlab ko'ramiz. Mana shu natija bo'lishi kerak. Joy zo'r, chuqurligi ham zo'r, tay ko'rinmayapti. Mana shu qarmoq tashlab ko'ramiz hozir. Joyni qaranglar do'stlar. Suv pashti qirg'oq bilan teng turibdi. Daraxtdagi, mana daraxtdagi tashlayapman. Chuqurligi 1 metrdan ortiq. 1.10, 1.20 shunaqa. Tay ko'rinmayapti, suv mutniy. Osali baliqchilar orzusidagi joy bo'lib qolibdi o'zi. O'natdan suv kirib kelyapti o'nada. Adan kirib kelib tomonga o'tib ketyapti, u nariyoqqa qo'shilyapti. Osa zo'r joy bo'libdi. Qani hozir shashta harakat qilib ko'raman. Bitta natija bo'lishi kerak edi, bo'lmasligi mumkin emas. Chap tomondagi chuvalchin tashladim, o'ng tomondagi mayda baliq qo'yib qo'ydim. Qani qaysi birini tortar ekan birinchi. Hozir o'sha Absalom akaning ko'lidamiz. 100 millik ko'liga o'tib tashladim. Tortyapti-yu, nima tortayotganini tushunmadim. Tortib yeb ketdi 2 marta. Mayda baliq yeb ketdi. Hozir o'shanga mana birinchi ochilgan 50 millik ko'liga keldim. Kelib ko'rib maza qildim, ammo joy zo'r bo'lib qolibdi. Xo'p, mana do'stlar, birinchi paklovka bo'lyapti krevetkaga. Bunisi krevetka qo'ydim hozir. Sirasi tortishni boshladi krevetkaga. O'sha Absalom akaning ko'lda krevetkaga olyapti baliq, mana tortyapti. Hozir natija bo'lsa ko'rsataman. Bitta o'zi krevetka borda. O'shani yeb o'rgangan shekilli baliqlar. Hozir birinchi paklovka bo'lib, mana tortyapti, mana ko'ryapsizlar. Natija bo'lsa ko'rsataman. Krevetkaga tortyapti. Krevetka ham eski edi. O'tgan safar baliq o'g'ga olib qolib ketgan ekan paqirda ichida. Hidi kelib qolgan ekan, o'shani tashlasam o'shanga tortyapti hozir. Balkim hidi kelganiga tortyaptimi, qandaydir. Krevetkaga paklovka bo'ldi-da, u narigisida baliq qo'yganman, unga tortmayapti, mana unga tortyapti. Bu ham zo'r tortgan yo'q, tortib qo'yib boryapti. Ozgina kutaylikchi, natija bo'lib qolar.
Absalom akani ko'rida ham natijalar boshlandi. Qisqasi boshlanganiga ancha bo'lgan ekan. Hozir men kelsam mana sherigim ushlab qo'yibdi Azamxon aka. Nechinchisi bu? 6-si. Mana 6 ta karas ushlabdi. Mana shunaqa karaslar chiqyapti ekan. Nima bunday tashlab o'tyapman. Bundan ham maydasi bor ekan. Mana 6 ta bo'pti уже. Sekin shu. Mana sadokka ham solishga ulguribdi уже. 6 ta bo'pti. Qani ko'tarinchi kattarog'ini ham ko'raylik. Ha, yaxshi. Mana normal ekan. Karasa chiqyapti ekan mana. O'sha Zarkendagi ko'lda biz. Natija ozmi ko'pmi bo'pti mana Azamxon aka. Chuvalchenga 6 ta olibdi уже. Men naryoqda yuraveribman. Ozgina o'tiramiz yana shu yerda. Do'stlar mana Azamxon aka vaqti maza qilib qoldi, yana chiqardi. Mana 7-simi? 8-si ekan, gap yo'q. Azamxon aka keltiryapti. Menda hozircha paklovka yo'q. Endi kelib tashladim, men u naryoqlarda yuruvdim. Hop qolar. Ammo tortyapti, chiqqan yo'q hali. Xo'p, do'stlar, mana menga ham omad kulib boqdi. Birinchi karasim chiqardim. Kurchoydan necha katta ekan xolos. Ya kurchoyda ancha katta ekan, mana Chuvalchenga chiqyapti. Birinchi karasim bugun. Mana. Вечерний klub boshlandi shekilli, mana sazan ham yurdi, xudo xolisa. Mana Azamxon akada birinchi sazan ekan. Qolganlar karas bo'layotgan ekan mana. Mana natija bor ekan. Faqat вечерний klub bo'lyapti ekanda. O'sha Zarkendagi ko'llarda hozir 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta ko'l bo'lsa, 4 ko'lda ham aylanib, umuman maza qildim aylanib, hamma ko'llarda atrofini aylanib, yaqqa qalmonlar tashab damni oldim. Do'stlar, sog' bo'linglar, dam olib baliq o'qisa bo'laveradi, natijalar juda past, o'sha hisobini olasizlar. Ular mana shunaqa bo'lyapti, o'zingizlar ko'ryapsiz. Sovuq tushib qoldi, endi bundan bag'iga shunaqa bo'laveradi, pasayib boraveradi. Sog' salomat bo'linglar, baliq o'ga chiqib dam olish esdan chiqmasin. O'zinglarni asranglar.